Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda Axborot 24 informatsion dasturi. Rivojlanishning bir qonuniyati bor, ya'ni bunda barcha sohalar bir-biriga mutanosib taraqqiy etishi kerak. Masalan, iqtisodiy, savdo, madaniy, gumanitar yo'nalishlarda bojxona tizimining o'rni juda muhim. Shuningdek, so'nggi yillarda xalqaro transport logistika tizimida Markaziy Osiyoning o'rni tobora oshib boryapti. Shu bois mazkur sohada ham keng ko'lamli yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Tizimga yangi texnologiya va yondashuvlar joriy etilyapti. Birgina sohani raqamlashtirish hisobiga eksportda 94%, importda 88% bojxona yuk deklaratsiyalari soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirilgan. Bojxona hududida qayta ishlash rejimida qayta ishlangan 1,5 milliard dollarlik tovarlar eksport qilingan. Bu ko'rsatkich esa 2024-yilning mos davriga nisbatan 45% ga oshgan. Hozirgi sharhimiz O'zbekiston bojxona tizimidagi mana shunday o'zgarishlar va natijalar haqida.